Hamma so'rab qidirayotgan, orqasidan yana olib tashlab turib, haydashga ruxsatnoma shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ruxsatnoma olingan Damas mashinasi shu 2025-yil 23 ming kilometr yurgan, mashina полный navrot qilib qo'yilgan, kraskalari ham 100% toza, salonlari ham yengidek bo'lib turibdi, patologlarigacha qoraytirib apshka qilib qo'yilgan, yaxshi qimmat chexollar taqilgan, Malibu barlargacha ustanovka qilingan, Malibu richaklari bilan 7 da poliklar solib qo'yilgan, liloyimlar bor, o'zini halol yurgan probegi 23 ming kilometr bo'libdi, yaxshi qimmat materiallargacha ustanovka qilingan, o'zining kolonkalari bilan, apshkalari ham perforatsiya qilib koja qilib qo'yilgan, salon detallari black piano qilib qo'yilgan, mashina to'liq variantda shumizolyatsiya bo'lgan. Eshiklarigacha girovka qilib qo'yilgan, 7 da poliklarga solib qo'yilgan. Aytgandek, orqasidan ham olib tashlab turib, haydashga ruxsatnomalari bor. Mashina полный shumizolyatsiya qilingan pollari bilan, eshiklari bitta barmoqda yopiladi. 4 ta yaxshi yumshoq, yengil o'tirgan, o'zga valonlargacha taqib qo'yilgan. Ersablisovkalar taqilgan, oldi farali qoraytirib, matvi qilib qo'yilgan. Propan gaz ustanovka qilib qo'yilgan. Mashinani chiqatda hech qanaqa aybi, nuqsoni, kamchiliklari yo'q. Xudo xolasa olasizlar, maza qilib haydaysizlar. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Olib maza qilib haydashingiz uchun $6,950 bo'lsa berib yuboramiz.